Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, yaqinlar, akalar, ukalar, qolaversa bizni musofir yurtda tomosha qilayotgan do'stlarimiz, hammanglarga yakshanba 18-yanvar xayrli barakatli kelsin. Uzoqda yurgan do'stlarimiz oilasiga eson-omon, sog'-salomat qaytib kelishini so'rab qolarik. Topganlaringlarga Allohim baraka bersin. Do'stlar, bugun lokatsiyamiz ozgina o'zgardi. Aytganimdek 18-yanvar yakshanba Andijon mashina bozoridan sizlar so'ragan Malibu 1 mashinalari, Spark qo'ldan kelgancha yana bir boshqa mashinalarda ko'rsatib, narx-navosini bilgani keldik sizlar uchun. Ko'rganinglardek, realniy holat bozorda havo sovuq, qor yog'ib turibdi. Bu bizni mehnatimiz uchun, mana shu mehnatimiz uchun like bosishga, obuna bo'lishga, kommentariyada chiroyli iliq fikrlar yozib o'tishga arsa kerak deb o'ylayman do'stlar. Arziydi albatta. Do'stlar, poddershkani ayamaysizlar. Unday bo'lsa boshlayveramiz. Hop do'stlar, Malibu 1 qatoriga o'tdik. Hop, ajablanmanglar, ayrim negativchilar mashina ichiga o'tirib olib, chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilyapmiz. Sababi radio uzel yonimizda tinmay gapirib yotibdi. Shuning uchun ichiga o'tirib olishga harakat qilyapman. Yana o'ylamanglar. Hop, mashinamizga ichki holatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ichki holati, tak, mashinamiz Malibu 1 2012-yil. Yili 2012-yil, narxi 12 ming bo'lyapti do'stlar. Probek 98 ming. Kamiga o'tib beriladigan joylari bor ekan. Mashina propanda, kraskalarini egalari toza deyishyapti. Mexanikadaligini aytdim. Telefon raqamini aytib qo'yay, esimdan chiqmasdan 94 565 55 56. Ikkinchi raqam 93 941 99 99. Xo'p, do'stlar, negativ bildirmaysizlar. O'tirib olgan holatim ayrimlarga yoqmayapti ekan, lekin bu aytib o'tganimdek sizlarni ko'rayotganinglarda bir yoqimli tomosha uchun mo'ljallangan. Ya'ni o'sha aytgandek tashqar radio uzel bor, shovqin, meni ovozim ham, uni ovozi ham aralashib ketadi. Endi gapirayotgan odam, shuni to'g'ri tushunasizlar. Mashina holati yaxshi. Ichki holatlariga o'zim xolisona nazar tashlaydigan bo'lsam, bemalol ayta olaman, biz obunachilarga olsanglar bo'ladi, zo'r. Mashina mexanikada 2012, qolgan ma'lumotlarni berdim. Do'stlar, navbatdagi Malibu 1 mashinamiz yili 2012-yil. Pozitsiya ikkinchi pozitsiya mexanikada do'stlar. Xo'p, kraskasi, petnosi bor ekan, oddiyglardan so'rab qo'yamiz. Mashina propanda. Ichki holati yaxshi, ideal holatda, qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganimiz yo'q. Kecha kuni bir kommentariyada ko'rib qoldim. Ya'ni o'sha nima deydi, o'sha Malibu 1da mexanikasi ham, bosishga ham yaxshi deb yozishdi. Bu haqiqatan to'g'ri. Mexanikasini olib, bu mashinani avtomati ham, mexaniki ham komfort, yurishiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Endi mexanika haqiqatligiga adrenalin beradi, tezlik zavqini his qiladiganlar uchun boshqacha bo'lsa kerak. Xo'p. Telefon raqam 94 565 55 56, 93 941 99 99. Mashina ichki saloni ham, tashqi holati ham, qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Yaxshi holatda. Tashlab olaverasiz. Navbatdagi Malibu 1 mashinamiz 2012-yil ekan do'stlar. Ikkinchi pozitsiya mexanikada. Ikki joyda petnolari bor ekan, hozir egasi aytayapti. Mashina ichki sinfni olaylik. Hop, mashina mexanikada, mashina yomon emas. Torpedkalari ham yaxshi, chizilganlari yo'q. Ozgina skorostda bunaqa achilgan yeri bor, almashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, mashina haqiqatan nima deydi? Bo'ynovchi odamda ham, semiz odamda ham, har qanaqa vesdagi odamda ham bemalol o'z bag'riga qabul qilaveradi. Juda ham keng. Assalomu alaykum. U akada turibdi, achkili. O'sha mashinani so'rashyapti. Mashina propan. Echig'ol pulilar tashlab qo'yilibdi do'stlar. Puliga keladigan bo'lsak, egalar aytayapti 8850 oxiri qadalgan narx, undan kam bera olmaymiz deyapti, lekin yaxshi odam bo'lib qolsa, masalan, chiroyli qilib chiqib aloqa qilsanglar,
Bundan ham kelishib berish mumkin. Telefon raqamini aytaman: 93 941 99 99. Mashina saloni o'rtacha, yomon holatda emas. Shu prostan skorost aytyapman. Ozgina nima qilib qo'ysanglar, almashtirib qo'ysanglar, qolgan yeri muammosiz. Do'stlar, oqidan, avtomatidan so'raganlar uchun aka ma'lumotini berishaveradi aka. 13 176 ming yurgan, bitta kriloda kraskasi bor, propan gazlari bor. Mashinamiz 12200 kami bor deyapmiz. Hop. Gazlari bor deyapsiz-a? Gazlari bor. Hop. Tak, mashina o'zizniki? Yo'q aka, tirikchilik bizga. Tirikchilik. Hop. Mana hozir kommentariyada har xil so'rashadi, dehqonlardan so'rashadi, dehqonlardan ham olyapmiz, olib sotarlardan ham olyapmiz-da. Lekin ba'zilari dehqonlar o'zi qimmat qilib yuboradi-da. Shunga qanday fikrdasiz? Tomoshabinlar uchun dehqondan olmaysan deshadi, dehqonlarni ham narx to'g'risi bilmaydi-da. Даже misol uchun sizlardan to'g'risini aytaman, insofli olib sotarlar ham bor-da. Unda gap so'zidan ham bilinadi. O'shanaqasidan qo'yamiz-da. Dehqondan chiqsa, uni ham yaxshi narxlarni qo'yamiz. Bunga qanday fikr deb o'ylaysiz aka? Mol o'ziniki, xohlagan narxini aytadi. Men biror narsa deyolmayman. To'g'ri. Biror narsasi bari o'zim narsasi, xohlagan narxini aytib turadi. Endi haliga bir siz qimmatroq ham aytaveradi-da. Qo'ldan kelgancha insof bilan narx aytsa yaxshi bo'ladi. Muvofiqroq bo'ladi. To'g'ri do'stlar, endi biz ham to'g'ri tushunasizlar. Endi hech qanaqa bir mashina purushlar bilan faqat olib, yo'q qanaqadir biz aloqamiz yo'q, boshqa yo'q. Nima deydi haliga? Faqat ular bilan kontaktimiz yo'qda, to'g'risi. Qo'ldan keladi, chiroyli gaplashamiz. Mana hozir so'radik, mashina sizlardanmi yo'qmi deb. Olyapmiz. Dehqonlar chiqsa, dehqonlardan ham olamiz. Lekin ba'zilar dehqonlar chiqadi, u dehqonlar qimmat ham aytaveradi-da. To'g'ri. Qimmat aytaveradi, keyin bunaqa bo'lib ketadi. Как nima deydi? O'sha qo'ysiz, dehqon olib sotardan ham qimmat bo'ladi-da u. Olib sotardan ham qimmat aytib qo'yishyapti, vaqt kelsa. Vaqt kelsa. No, o'shani ham baribir ikkalasidan ham insof sari baraka qilib, o'rtacha yaxshi narxda qo'yishga harakat qilamiz-da baribir. Mashina holati yaxshi ekan do'stlar, men o'zim ham bir nazar solaman. Hop. Mashina avtomatidan yaxshi, ichki holati zo'r, ideal ko'rinishda, hech qanaqa bir qirilgan joylarni ko'rganim yo'q. Nima chexollar almashtirib, poliklar ham almashtirib qo'yibdi. Polik oranjeviy, chexollar ham как birji svet qilib chiroyli turar ekan, bunda ham zo'r. Mashina zo'r do'stlar. Do'stlar, telefon raqamini aytamiz aka. 95lik 957 3700. Bo'ldi. Aloqaga chiqib mashinani ko'ringlar. O'zim tavsiya qilaman, zo'r. Chexol poligi almashtirib qo'yilgan, oq rangga chiroyli kombinatsiya bo'lib zo'r turar ekan do'stlar. Ko'ringlar, ma'qul kelsa, tashqi tomondan ham birjeviy svet, ko'kka aralashgan oq rang juda ham chiroyli. Siz Aytavering. 2013 192 ming yurgan, oldi kapotda, oldi kriloda kraskasi bor. 13 Yo. Shoshmang. Biz ko'rsatib turaveramiz. Yo'q. Baribir hali birdaniga oldingizga mikrofon tutib kelsa ham nima bo'layotganini bilmaysiz-ku. Sekin hali chust qilguncha ichini salonni ko'rsatib turaveramiz. Narxni qo'ysanglar, hamma hozir o'sha haqida gaplashdik. Insof sari baraka chiroyli qilib, bizni tomoshabin obunachilar uchun chiroyli narx qilib bersiz. Sizlar ham, ular ham xursand bo'lsa, biz xursand to'g'risida. Hozir o'sha dehqonlar olib sotalar haqida ketdi, o'shaga gaplashdik-da. Xo'p, mashina o'zingizmi yo olib sot? Mashina tirikchilik. Tirikchilik. O'zimiz nomimiz. Xudo xolasa do'stlar, o'ylamanglar faqat olib sotardan qo'yadi demanglar, dehqondan ham, olib sotardan ham faqat insoflisidan qo'yamiz, chetiriga qo'shib ketamiz. Aka, aytavering endi narxini. Narxini aka 11700 deyapmiz, ichib o'tib beramiz aka. 11700 o't beradigan joyi bor. Xo'p, gazlarni aytdingiz. Gaz, propan qo'yilmagan, faqat benzinda harakatlangan bu mashina. Faqat benzinda. Xo'p. Telefon raqamini aytamiz. 87lik 471 0120. Shuna do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Qora rangda so'ralgan, u oldi emblemalari ham qoraytirilgan. Qora svetda. Xo'p, nimalari ham, rullari ham almashtirib qo'yilgan ekan do'stlar. O'zim bir salonga qarayman. Mers rul multimediani almashtirilgan, Scores Richard Captiva'niki bo'lishi kerak, almashtirilgan. Hop.
o'rindig'i sal ishlanib qolibdi. Almashtirib yuborsa bo'ladi. Buni kelishib qolsanglar, bundan ham nima qilsanglar bo'ladi. O'tib bersa, tepa tomlar alikantara qilingan. Alikantara qilingan do'stlar, uzr. Mashina zo'r holatda. Malibu bir zavat qilingandagi holati deymi? Sening Malibuga o'tirgan do'sting dedi-yu. Do'stlar, zo'r mashina. Mana haqiqiy SMR dedi. Mashina zo'r. Mana ishlab turgan holatini bir ko'rsatasiz aka. Zo'r. Bu mashina haqiqatan o'z davrining legendalari. Ishlab turgan holati, yurib turgan holati, motor qizib ishlab turibdi. Zo'r. Xo'p, do'stlar, orqadan avtomatidan yana kelib qoldi. Ma'lumotni beraveramiz aka. 2012 199 ming yurgan, mana shu kraskasi orqa krilo bilan eshigida bor, kanizi bilan. Ichiga o'tmagan. Motor asfalti yo'q, hadovoyi zo'r. Propan gazi bor, 59 tagi. Xo'p, pulini qancha dedingiz? Pulini 12 mingdan o'tib beramiz hozir. Kami bor. Telefon raqam 90lik 573 72 70. Bemalol, mashinami? Hop. Bunga barter bormi yo'qmi aka? Barter ham bor. Halol nasiya. Shu Andijon viloyatining o'ziga. Bo'ldi. Andijon viloyati o'zi barter bor. Barter bor. Halol nasiya. Nasiya ham bor. Kelishib qolsanglar, ha? Ha, 1 yilga davr, 5-6 oy, 7000 6000 puli bor ekan, Bo'ldi. Bo'ldi aka. Ichki holatiga bir qarab qo'yaman do'stlar. Oq svet ham baribir chiroyli, lekin men uchun qorasiga yetmaydi. Mashina zo'r. Mashina zo'r, qirilgan joylarni ko'rganim yo'q. Hamma yo'q o'ziniki. Bu mashinaga tuning qilish shart emas. Bu mashinaning o'zi tuning. Haqiqatan zo'r mashina. Do'stlar, mexanika Baqlajon Svetdagi Malibu'mizning ma'lumotini berishadi akamiz. Xo'p, kraskasi toza, 248 ming yurgan, koja salon qilib qo'yilgan, o'zi lattali bo'ladi. Propani bor. Bo'lsa, kraskalar toza, yurish-turishlari zo'r. Yana nima ma'lumot kerak? Yurganni 248 ming. aytdingiz. Pulini Puli 9800 dan keyin o'tib beramiz. lekin kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Barter ham Yaxshi bor odam bu. chiqib qolsa, ko'ngli yaqin bo'lib qolsa aka. Bo'lsa, yuz ko'rishib, savdolashi. To'g'ri aka, odam Kelishtirib yuzi issiq beramiz, deydi-yu. ha, Kelinglar yuzi do'stlar. Usti ko'rib savdo qilgan boshqada To'g'ri. bo'ladi. Yaxshi odam bilinadi va Ha, chiroyli xudo qilib xohlasa. narxni ham o'ziga yarasha qilib berasiz. Yo'lda qilib chiroyli qilib beramiz, kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Telefon raqami bir takrorlaymizda. 90lik 573 72 70. Do'stlar, mexanika ham bu mashinani o'sha aytganimdek, mexanikadalik bosadiganlarga ham yaxshi, boshqachalik adrenalin beradiganlarga. Zo'r, salon holatiga nimasi almashtirilgan ekan. Bunda displey kichkina bo'ladi-yu. 244 ming yurgan ekan. Ha, 244 ming ha. Xo'p, monitori almashgan ekan do'stlar. Richak shunaqa hamdiki almashtirib qo'ygan bo'lsa kerak. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Xo'p, aniq esim kelmayapti. Ha, chunki buni yarim latta bo'ladi-da, koja qilib qo'yibdi-da, to'g'ri, yarim koja, yarim latta bo'ladi mexanikada. Lyuk ham hammasida chiqolmaydi, ayrimlarida mexanikada lyuk chiqadi, chiqmaydi bunda ham, to'g'ri. Xo'p, mexanikasi ham zo'r buni do'stlar. Shu aytganimdek, tezlik zavqini xush ko'radiganlar uchun kerak bo'lsa mexanikani oling. Ana. Ha, bo'ldi. Bu raqam bo'ldi. Xo'p do'stlar, Cherry Arizo so'ragan do'stlarimiz ham bor, yetarlicha ko'yini olishga harakat qilamiz. Bitta chiqib qoldi shunaqasi. Aka ma'lumot beraverasiz. Aka Cherry Arizo Pro'yimiz aka 23-yil aka, 60 ming yurgan. Mashinamiz full pozitsiya, 3-pozitsiyasi aka, hamma yo'q bor aka. Banaqa 160, abagrev, tonar lyuklari bor aka. Kraskalar toza aka, oladi minadagi rasxodli mashina aka. Narxi keladigan bo'lsa aka 15,5 mingdan ozod tushib beramiz aka. Telefon qilishaveradi aka. Telefon raqamini takror o'tamiz. Nomerlar aka 93lik 941 9999 94lik 104 44 65. Shu nomerlar aka. Bo'ldi do'stlar, ko'ringlar. Cherry'ni ham, Malibu'ni ham, E-Tech boshqa mashinalarda ham o'ziga ishqibozlar bor. Mana o'sha
yaxshi holatdagi Cherry Arizo so'ragan do'stlarga topib qo'ydik. Ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqa qilib gaplashib olsanglar bo'ladi. Tanlov o'zinglarda.